Assalomu alaykum do'stlar. Do'stlar, men hozir Italiyani A22 avtobanidaman. Buni ko'pchilik biladi, bu A22 ni avg'on mumkin emas. Bu yo'lda umuman bir 200 kilometr 250 kilometr avg'on mumkin emas yo'li bu. Men hozir Avstriya tarafga ketyapman, to'g'ri Avstriya. Mana ikki yoni uzumzor. Avstriyadan agar Italiyaga keladigan bo'lsangiz, bir 300 kilometr faqat tikka yo'l. Keyin yo'llar aqabaqa burilib ketadi. Xullas, men aytmoqchi bo'lgan gapim, mana ikki yonimiz uzumzor. Hozir bu tarafga suv chiqib qoldi, hozir yana uzumzor bo'lib ketadi. Xullas 150-200 kilometr uzumzorda ikki yon tarafingiz shunaqa katta uzumzor. Deymanki, bularda ham dehqonchilik yaxshi ekan. Endi bu yerda hozir kichikroq joy chiqdi. Joy kichkinaligi uchun bag'ri kichik, har tarafda suv turibdi. Hozir o'shani hisobiga kichikroq. Bayoq taraf mana hali ham uzumzor. Juda uzun yo'lda, juda katta, juda uzun uzumzorlar mana yana kelyapti. Hozir katta uzumzor o'ng tarafida, yana chap tarafida. Assalomu alaykum. Sizlarga bu ko'rsatib keldi mana shu dehqonchilikning Italiyani. Shunaqa katta joylarida borlar uzun.